O'zganing haqqi hech qachon sizga buyurmaydi. Birovning haqqini yegan bo'lsangiz, albatta sizdan qaysi yo'l bilan bo'lmasin teshib chiqadi bu narsa va buning albatta hisobini berasiz. Oxiratda ham hisobini berasiz va bu dunyoda ham qonunlar oldida albatta javob berasiz. Kecha bir joyga bordik. Chaqirishdi. O'sha yerda bir inson o'tiribdi. Hech kimga gap bermayapti. Va keyin shu yerda o'tirgan mezbon bizga u odamni maqtab, endi Xudo suygan bandada ancha boy bo'lib ketdi, ancha puli ko'payib ketdi deyapti. Keyin haligi odamni o'ziga gap tekdi. Bu qanaqa qilib boy bo'lganini aytayapti. Bir joyda ishlar ekan, u ishdan qanday qilib talon-taroj qilib boy bo'lganligini, qanaqa firibgarliklar qilganligini aytib og'zi ko'pirib maqtanyapti. Falon narsani deyapti, Xitoydan olib kelamizda birkasini almashtirib o'rniga bu Turkiyaniki, Italiyaniki deb sotamiz deyapti. Qurilish materialimikan, nimadir sotar ekan. Bu qanaqa gap? Bu maqtanadigan narsami? Qilgan jinoyatini aytib maqtanyapti. Endi shuni orqasidan olgan mashinalari-yu, qurgan uchastkalari-yu, uylarini aytib og'zi ko'pirib maqtanyapti. Uni maqtanishini mana yerda o'tirganlar eshitib og'zi lang ochilib, havas qilib, orzu qilib o'tiribdi. Eng yomoni unga haligi laganbardorlik qilayotganlarning orasida o'zini ibodatliman deb yurgan odamlarning ham borligi yuragimni shunchalik siqdi. Shu tezroq shu yerdan ketsam ekan deb qoldim. Men aytdim, bu odam dedim, buncha maqtanyapti, jinoyatni orqasidan topgan pulidan. Nahot bunga dedim bir qanaqadir bir bu dunyoni o'zida qanaqadir signallar, to'g'ri yo'lga qayt degan bir xabarlar kelgan bo'lishi kerak deb ichimda o'tkazib qo'ydimda, keyin tugadi. Iftorlik tashqariga chiqdik. Chiqqanimizdan keyin hali odam meni oldimga keldi-ki. Shu bir masala bor edi. Shu o'g'lim tabletkaga o'tirib qolgan. Salkam 10 yildan beri deyapti, meni shu bola qon qildi deyapti. Qamaliblar ham chiqdi deyapti. Odam urib ham qamaldi, mashina avariya qilib ham qamaldi. Shu hech deydi, men shu bolani yo'lga sololmayapman. Shunga bir dam soldirsam yaxshi bo'lib ketarmikan deydi. Aytdim, "Voy birodar, mayli tamom-ku soldiring-ku, siz avval unga halol luqma yediring. Unga to'g'ri tarbiya bering. Anu og'zingizni dedim ko'pirib maqtanib qilgan jinoyatlaringizni maqtab odamlarning haqqini yeganingizni maqtanib yuribsiz dedim. Undan ko'ra ularni egasiga topshiring, ana keyin bolangiz to'g'ri yo'lga qaytadi degan edim. Biroz o'ylanib mendan xafa bo'ldi-yu, lekin ha to'g'ri aytyapsiz deb keyin ketib qoldi. Shuning uchun hech qachon birovning haqqi menda qoldi, men maza qilyapman, bermay ketaman deb o'ylamang. U haq albatta sizdan chiqib ketadi. Albatta.